20 yildan beri siz yashab kelayotgan uy sizniki bo'lmasligi mumkin. Hattoki o'sha uyni o'z qo'lingiz bilan qurgan bo'lsangiz ham, o'zi siz yashab kelayotgan uy siznikimi? Ko'pchilik aytadi, "Ha, bu uy meniki, men o'z qo'lim bilan qurganman. Shuncha yildan beri shu yerda yashayman, mana shu uy meniki" deb. Ammo lekin O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ko'ra, mulk huquqi faqatgina qonun bilan rasmiylashtirilgan holda e'tirof etiladi va himoya qilinadi. Ya'ni siz yashab kelayotgan uyda agar kadastr bo'lmasa, deylik otangizdan meros qolgan bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lmasa, u uy sizniki emas. Siz u uyni sota olmaysiz ham, kimgadir meros qilib qoldira olmaysiz ham. Eng yomon tomoni o'sha uydan sizni chiqarib yuborishlari ham mumkin. Shu sababli hurmatli fuqarolar, uyingizni hujjatlariga e'tibor berib qarab qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Agar o'zboshimchalik bilan egallangan uy-joy bo'ladigan bo'lsa, yer uchastkalari bo'ladigan bo'lsa, kadastr agentligi orqali uy-joyingizga, yer uchastkangizga mulk huquqini e'tirof ettirishingizni, belgilatishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Aks holatda uy-joydan mahrum bo'lib qolishingiz ham mumkin. O'sha 20 yildan beri men yashab kelyapman, o'zim qurganman degan uyingizga agar hujjat qilmasangiz, u uydan sizni chiqarib yuborishlari ham mumkin.